Men Yevropa chempioniman. Men ko'p gapiradigan odamlardan emasman. Men noyob insonman. I think I'm a special one. Mana shunday gaplar bilan Mourinho Angliyada birinchi intervyusini boshlagan. Aslida ham u o'zgacha murabbiy edi. APLga yorib kirdi. 2004-2005 yillarda Angliyada rekord darajada 95 ochko yig'di. APLni allaqachon o'ziniki qilib olgan Sir Alex Fergusonga qarshi haqiqiy kurash taklif qila oldi. Futbolga yangicha qarashlar olib kirdi. Xarizmasi bilan raqiblarga o'yindan oldin va keyin ruhiy bosimlar yog'dirardi. Keyinchalik Italiyaga ketib, Interni boshqardi va 2010-yilda Yevropada tengsiz bo'ldi, treble yutdi. Keyin esa 10-yillarda jahon futboliga yimoni bo'lgan Guardiola Barselonasiga qarshi haqiqiy urush ochish uchun Real Madridga keldi. Avvaliga 1-2 marotaba Barselonadan alamli tarsaki yedi, lekin o'shanda ham jamoasini mag'lubiyatni tan olmaslikka o'rgatdi. Hozirgi Real muxlislarining asosiy qismi ham o'sha davrdagi brutal jamoani chaqmoq tezligiga qarshi hujumga o'tib ketish uchun yaxshi ko'rib yig'ilgan desam adashmayman. Himoyada qo'rqinchli Pepe va Ramos juftligi himoya qalqoni bo'lsa, darvozada Casillas seyflari bilan gol o'tkazish ehtimolini minimal darajaga tushirar edi. Tezkor hujumlar esa Mesut O'zil va Di Mariyaning zargorona paslari ustiga qurilgan. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema yoki Higuain uchun bunday paslar haqiqiy sovg'a edi. To'p ularga yetib kelganda esa gol urilishi faqat vaqt masalasi edi. 2011-12-yilda Real 100 ochko yig'ib Barselonadan chempionlikni tortib oldi. Chempionlar Ligasidagi ketma-ket omadsizliklardan so'ng uni Realdan ketkazishdi. Realdan ketgandan so'ng Mourinho boshqa bu pik davriga qaytmadi. Ammo shu qisqa vaqt uchun ham uning hurmati muxlislar ichida hali ham baland. 3 for me and 2 for them. Respect, 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 man, respect.